Cobaltchi akalar, shu yerdamisizlar? Sizlarni Cobalt'larni mana bunaqa Mercedes S-Class bilan bir-biriga o'xshashlik jihati bor. Qanaqa deysizlarmi? Xos ko'rsaman. Mercedes S-Class'i Cobalt bilan bitta o'xshashlik tarafi bor. Bu ham bo'lsa, Mercedes S-Class salon dizaynidan ilhomlanib ishlab chiqarilgan Cardinar Cobra modeli. Ushbu chexol qishda muzlatmaydigan, yozda bo'lsa havo o'tkazadigan Shotlandga matosi va yosh bolalar chiqib tepib tashlasa ham bittada tozalasa ketadigan eko kojadan iborat. Va bularni matosi qizarib ketmasligi, kojalari yirtilib qanaqadir shikast yetmasligiga naqd 1 yil kafolat beriladi. Mercedes S-Class bilan Cobalt mashinasining yana qanaqa o'xshashli taraflari bor? Bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar va bu videoni Cobaltga qanaqa variantlar bor o'zi Cardinardan degan do'stlarga yoki umuman chexol qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa soni chegaralangan optimal variantdan ular ham foydalanib qolishsin. Unutmanglar, Cardinar sifatni qadrlovchilar uchun.